Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozir bizda turmush tarzi bir oz o'zgarganligi oqibatidami odamlar kechasi uxlamay saharga uxlashga o'rganishib qolyapti. Kechasi 12 da ham sanqib yurishgan bo'ladi. Bomdod vaqti kelganda nega uyqusi kelib, chala bilan o'qiydi bomdodda yoki o'qiy olmasdan uxlab qolyapti. Bunaqa bo'lmaslik kerak. Bomdoddan vaqtida turib, iloji bo'lsa ertaroq turib, o'sha bomdodning vaqtidan oldin istig'forni ko'proq aytib, bomdodni o'qigandan keyin o'sha o'tirib oyog'ini yozmasdan zikrlarni qilib kun chiqquncha turish fazilatlidir. Hamma ulamolar ittifoq qilgan. Bomdodni o'qigandan keyin quyosh chiqquncha bo'lgan vaqtda uxlash makruhdir, mumkin emas deyilgan. Quyosh chiqqandan keyin 2 rakat shuruq namozini o'qib, keyin mayli uxlasa, demak, haligi fazilatdan bebahra bo'lmaydi.